Assalomu alaykum. Tojikistondan Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar 1-sentyabr Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga ajoyib chegirma qilib qo'ydik. $895 dan vizalaring bo'lsa, vizalaring yo'q bo'lsa $995 dan bo'ladi. Tojikistondan bir kun oldin kelasizlar, gastnitsa joylashasizlar, damlaringni olib ertasi uchib ketasizlar. Tojikistondan ko'pchilik bo'lib Umra safariga borishni rejalashtirayotganlarga mana shu videomizni yuboringlar. Bunaqangi chegirmalarga ulgurib qolishsin hamda bir kun oldin kelib dam olib charchovlarsiz mukammal umra qilish imkoniyatini biz tojikistonliklarga beramiz. Inshaalloh 1-sentyabr Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxini $995 dan qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa 50 ta 60 ta odam yig'ib, guruh qilib olib boradigan 50 boshlab bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringga bepul qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar, odamlaring bo'lsa, sizlarga chegirmali narxlarda qilib beramiz. Vodiydan ham $995 dan Farg'ona Madina, Namangan Madina, Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $1045, Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $995. 19-gacha reyslarimiz bo'ladi. Hoziroq Tojikistonliklar aloqaga chiqinglar. Madina Navoiyda 100-200 metr, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi gastnitsa. Piyoda 10-12 daqiqalik haramga kirib chiqsalaring bo'ladi. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, yuqori yillik tajribali malakali 50 boshlar hamsafarligi. Inshaalloh aeroportda kamzil bejlik sumka viza beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Birinchi yordam ko'rsatuvchi shifokor xizmatlarimiz ham bo'ladi. Inshaalloh hoziroq bizga aloqaga chiqib, ekrandagi raqamlarda WhatsAppimiz bor. 1-sentyabr Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizga chegirmali narxlarga ulgurib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.